Alisher Usmonov nafaqat biznes olamidagi, balki mintaqa siyosiy kulisslaridagi eng ta'sirchan va eng kam gapiradigan shaxslardan biri. U 1953-yil 9-sentyabrda Namanganda tug'ilgan. Moskva davlat xalqaro munosabatlar oliygohini tamomlab, diplomatik yo'nalishda faoliyat boshlagan. Biroq keyinchalik butun e'tiborini biznes va investitsiyaga qaratgan. 2000-yillarda Metal Invest imperiyasini barpo etib, Rossiya sanoatidagi eng yirik metal resurslari ustidan nazoratni qo'lga olgan. Forbes ro'yxatlarida 18 milliard dollardan ortiq boylik bilan mintaqaning eng badavlat shaxslaridan biri sifatida qayd etilgan. Ammo uning kuchi faqat moliya bilan o'lchanmaydi. Usmonov strategik sanoat loyihalari, sport klublari va ommaviy axborot vositalari ustidan nazorat orqali siyosiy ta'sir manbalarini kengaytirgan. Usmonov Rossiya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi bir nechta yirik kelishuvlarning norasmiy vositachisi bo'lgan. Ayrim manbalarda aytilishicha, 2010-yillar boshida milliardlab dollarlik gaz va telekommunikatsiya bitimlarida bevosita qatnashgan. Uning nomi hech qachon rasmiy siyosiy lavozimlar ro'yxatida bo'lmagan, biroq iqtisodiy va siyosiy elita ichida ko'rinmas muzokarachi sifatida tanilgan. Alisher Usmonov hech qachon ko'p intervyu bermaydi. Ommaviy siyosiy chiqishlardan qochadi. Uning siyosiy og'irligi esa tahlilchilarga ko'ra na rasmiy maqomda, na ochiq maydonda, balki yopiq kabinetlar va shaxsiy uchrashuvlarda namoyon bo'ladi. Shu sababli uning haqiqiy roli ko'pincha matbuot sahifalarida emas, maxfiy protokollarda yashiringan.